Ustoz, mana pulni topib keldim. Menga sening puling kerak emas o'g'lim. Men senga faqat sinov berganimni seni bilimga chanqoq bo'layotganingni boshladim. Deb o'tir o'g'lim, darsni boshlaylik. Rahmat ustoz, endi darsni boshlay qolaylik. Seni mendan oldin ham unutim bor. Aylangan falak ham butun bor edi. Tuproqda avaylab madaniyni bo'y. Ko'z bor, qora bulut bir niyor edi. Ustoz, men bu she'rning ma'nosini umuman tushunmadim. Menga bu she'rning ma'nosini tushuntirib bersangiz. Bu she'rning bir qatori bir kitobga tegdir o'g'lim. Chunki kun, oy va quyosh, yil va oy oldin ham bor edi, hozir ham bor, keyin ham bo'ladi. Chunki bu dunyo abadiy emas. Bir qancha olimlar, shoirlar tuproqqa aylanishdi. Ularning bilimlari, ko'nikma, dostonlari kitob orqali kelgan. Ustoz, siz qanaqa olimlar, qanaqa kitoblar haqida gapiryapsiz? Men ularni o'qib o'rganmoqchiman. Bundan shogird, sen hali shoshilma. Sen avvalo yozishni, harfni, usul-xatni o'rgan. Keyin men senga bu kitoblarni o'rgataman. Ustoz, men bu usul-xatni, harflarni o'qib o'rganib, albatta bu shoirlarga qaytaman. Yer shari nusxasini yaratib, ya'ni globusni yaratib, geografiya faniga asos solgan. Al-Xorazmiy esa matematikaga asos solgan. Gerodot tarix otasini oldini olgan. Fariddan Attorning shunday so'zlari bor. Bilim ila kengaydi, shan erur, u zamon ichida salomatdan edi. Bu kitobni uyga Xo'p bo'ladi ustoz, rahmat.